sizni boy qilgan muhim 3 ta odatingiz. Birinchisi bu o'zim yoqtirgan ishda ishlashim. O'zim yoqtirgan ish qilaman. Bu meni ham hobbim, ham meni ishim. Ikkinchisiga keladigan bo'lsa, ikkinchisi har bitta qilgan obyektimda o'zim maza qilishim kerak. O'zim shu ishimdan maza qilishim kerak, rohatlanishim kerak. Birinchi navbatda men uchun pul emas, klientning roziligi. Chunki klientni rozi qilsangiz, klient orqasidan klient kelaveradi. Sizni nomingiz chiqaveradi. Shunaqa deb o'ylayman. Uchinchisiga keladigan bo'lsa, maqsad qo'yib, maqsad sari intilish. Chunki men o'zimning sohamda o'zim direktorman, o'zim rahbarman, meni tergiydigan odam yo'q. Shuning uchun men har doim maqsad qo'yaman, maqsadim sari intilaman. Har 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik meni maqsadlarim bor. Shu maqsad sari intilaman. Qolib ketayotgan bo'lsam, keyingi oyda shu narsani yetib olishga harakat qilaman. Agarda maqsadimga oldinroq erishsam, men juda ham xursand bo'laman.